xususiy maktabda o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 8-sinf o'quvchisi Rustam Akbar ushbu sertifikatlar taqdirlanadi. Shu jumladan birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 8-sinf o'quvchisi Sagdullayev Muhammad ham quyidagi sertifikatlar taqdirlanadilar. Close School xususiy maktabda o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinida faxrli birinchi o'rinni egallagan 8-sinf o'quvchisi Rizayev Ahadalla taqdirlanadi. Close School xususiy maktabda o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 8-sinf o'quvchisi Ilhom Dilro'z taqdirlanadilar. Close School xususiy maktabda o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 8-sinf o'quvchisi Ziyovuddin